Bu jang haqida ortiqcha ta'rif berishga hojat yo'q. Stoyk yoki parterma unga farq yo'q. U oktagonga chiqsa bas, raqiblarni birma-bir qulatishga harakat qiladi. Uning rekordi ham hayratlanishga arziydigan 12 ta jang, 11 ta g'alaba. Oktagonning yangi qiroli Doston Bozorov 11-may kuni Toshkent Humo Arenada yana oktagonga qaytadi. Hamyurtimizning kamarlarga bu safar da'vogar sifatida tojikistonlik Fazliddin Karim Madrahimov tanlandi. Bu tojikistonlik jangchi haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam. Yaqinda bo'lgan oktagon liganing chempionlik jangida yana bir hamyurtimiz Muhiddin Mamajonovni hakamlarning bahsli qarori bilan mag'lub etgandi. Bu safar esa hamyurtimiz Doston Bozorovning sinovida o'tishi kerak. Bu safar tojikistonlik jangchiga oson bo'lmaydi. Uni chuqur nokaut yoki chuqur uyqu kutmoqda. Demak, 11-may Humo Arena Doston Bozorov uchun bitta laykni ayamasdan bosib qo'ying. Kommentariyada Olg'a Doston, Olg'a O'zbegim deb yozib qoldirishni ham unutmanglar.